Hürmetli vatandaş, bugünkü leksiyelerimize başlayımız. Leksiye de Sıdıkacı Ruzi. Leksiye de Sıdıkacı Ruzi. Washington'dan sözdeyimiz. Bugün çislağa 2024 yıl 6. ayının 28. günü. Heptiye cüme vatandaş. Bugünkü vaziyetimiz mesela alaylı tünügün Perşembe keşte saat keşte 6. ayının 27. günü CNN isimli televizyon Amerika Koşmuş Ştatları'da Amerika Koşmuş Ştatları'nın növbetdeki prezidenti Joe Biden bilen Amerika Koşmuş Ştatları'nın sabık prezidenti Donald Trump o'rtasida münazara, yani namzatlar o'rtasidagi münazara bulup öttü vatandaş. Bunun da mavzu munda koyuldu. Mesela prezident Joe Biden bilen sabık prezident Trump Cungo'ga qartılgan tamojni beji to'g'risida üstünlük talashdi. Cungo to'rdoshlar qizg'in münazara qilishdi. Mavzuli xabar bu 6. ayının 28. günü Amerika ovozidan Xitoy til programmasi e'lon qilindi. Amerikada 2 nafar prezident yo'qlaydi. 2 nafar prezident nomzodi münazaraga tushdi. Cungo to'g'risida siyosatga yoki Cungo'ga munosabatlik diplomatiya ishlari bu eg'izga elinmadi. Ondan keyin siz biz ko'proq diqqat qilgan kishilik huquqmi eg'izga elinmadi. Hozirgi xabarlarga qaraganda bu münazaraning tunji qadami va tunji boshlanishi endi borgan sari saylam raqobati keskinlashib yoki saylam bilet tashlaydigan vaqtlar yaqin kelganda Amerika Qo'shma Shtatlari prezidenti Joe Biden bilan sobiq prezident Trump o'rtasidagi münozaraning texnik keskin bo'ladiganligi, balki Cungo to'g'risida yana boshqadan diqqat qilishlar va münozaraga mavzu tepishlar, mavzu o'ltirishlarning o'zi kerak yuz berishi mumkinligini qayd qilyapti kishilar vatandosh. Ondan bu qatimqi tunugunki bu münozarada asosligi Cungo qartilgan savdo masalasi, Cungo savdosi bilan birga kelayotgan tamojni siyosati yoki tamojni beji masalasi. Bu oraliqda prezident Trump qandoq ishladi, sobiq prezident Trump qandoq ishladi, unda navbatdagi prezidentimiz Joe Biden qandoq ishladi. Bu masala konkret oldi o'tirg'i qo'yilib, her iki namzat tarafidan konkret oldi o'tirg'i qo'yib münozara qilindi vatandaşlar. Cungoliklar ondan ba'zi inkas şekillik yoki inkas şekillik deganda münazara jarayonida rasmiy keskinroq Cungo'ga munosabatlik savdo, tamojga munosabatlik so'z iboralar chiqqanda bek ehtiyotchanlik bilan Cungo matbuotlar buni elib tashladi, tor betlariga qo'ymadi. Gapchi hozir Cungo tor betlarida bo'lsin, mayli matbuotlarda bo'lsin, Amerikada o'tkazilgan bu saylam to'g'risida qilingan fikrlar yoki berilgan xabarlar asosligi Amerikaning demokratiyasini cho'kirish yoki Amerika demokratiyasini cho'kirish, mesela ikki nomzod o'rtasidagi münozarani yaxshi bo'lmagan sifat so'zlar bilan tasvirlash va yoki xabar qilish. Cungo'ning pozitsiyasi bu saylam tutgan pozitsiyasi shunday bo'ldi Cungo matbuotlarida. Lekin to'rdoshlar, Cungo'liq to'rdoshlar o'zaro, Cungo to'rdoshlari o'zaro diqqat qilgan vaqtda asosli bir yerda tashqi siyosat, Amerikaning sirtqi tashqi siyosati masalasi, eng asosligi Hamas bilan Isroilga urushi, Ukraina, Rossiya bilan Ukraina urushi qatorliq xalqaro masalalar to'g'risida fikrini qo'yishdi, bizning maydonni sharhlashdi. Bizga bu masalalarda nima desangiz, Cungo masalasi to'g'risida ancha ko'p tilga elinmadi ham to'xtalmadi. İki nefər namzatının Cungo savdo pozisiyası.
Cungo bilen bolgan savdo pozitsiyasi intayin qattiq boldu. Mesela 2018-yili sobiq prezident Trump Cungo bilen savdo urushi başladı. Bugungacha hozir prezident Joe Biden Cungo bilen savdo urushi qildi ve savdo munosabati jihatda sobiq prezident Trump'dan hozir navbatdagi prezidentimiz Joe Biden'ning siyosati texmi qattiq bo'ldi. Bu o'zgarchilik hammaga ayon, butun Amerikaga, butun dunyoga, hatto siz bilan bizga ayon vatandosh qattiq bo'ldi. Prezident Joe Biden mundaq dedi: Amerika hozir Cungo qilayotgan savdodagi ta'tirpar 2010-yildan beri eng tuvan chekka tushdi deb ko'rsatdi. Savdo ta'tirparga Prezident Joe Biden sobiq prezident Trump'ni tanqidlab, Trump vazifa o'taganda Beijing bilan bo'lgan munosabatlarda hech qanday natijalik o'zgarish bo'lmadi. Savdo eg'izga elingan ekan ta'tirpaq tamojni berdi, muqarrar keladigan eg'izga elinadigan so'zlar ondan bu yerda o'zaro tanqidlashgan yoki o'zaro qarama-qarshi gap qilishganda deyli. Prezident Joe Biden sobiq prezident Trump qartib shundoq dediki, Trump vazifa o'taganda Beijing bilan bo'lgan munosabatlarda hech qanday natijalik ilgirlashga ega bir ish qilmadi. Biroq Amerika Birlashma Agentligi dallashga asoslanganda, Birlashma Agentligining dallashiga asoslanganda o'tgan yil Cungo bilan savdo ta'tiri farqi 200 milliard 790 milyon dollar bo'ldi. Bu yerda hozir sobiq prezident Trump savdo ta'tiri farqini prezident Joe Biden tugatalmadi degan maqsadda bir jumla o'tirib qo'yib edi. Hozir Amerika Birlashma Agentligi buni dalillab, o'tgan yil savdo ta'tiri farqi 200 milliard 790 milyon dollar bo'ldi. Selishtirganda mesela 2018-yili Cungo Amerika savdo urushi boshlangan chaqda. Mesela 2018-yili sobiq prezident Trump Cungo bilan savdo urushini boshlagan yil 2018-yil. Şu vaqt selishtirgan vaqtida hozir u chaqda 400 milliard 180 milliardlik ta'tir farqdan tuvan bo'ldi. 2018-yili ta'tir farq 400 milliard 180 milyon dollar ta'tir farq. Endi 2018-yili hozir yarimiga barobar degilak, masalan, normasi yarimiga barobar 180 milyard dollar. Hozir prezident Joe Biden davrida 200 milyard 790 milyon dollar ta'tir farq. Demek ki savursanız tahminen bak oturdu bab beraber demegende bu tahminen yarimiga barobar deyli. Yarimiga bugün kişi ta'tir farq 200 milyard 790 milyon. Sobiq prezident Trump davridagi ta'tir farq 400 milyard 180 milyon dollar. Bu yerda andın Birleşme Agentligi Amerika Qo'shma Shtatlar bu dalilni o'tirib qo'yib, masalan, bu ta'tir farq masalasida sobiq prezident Trumpning navbatdagi prezident Joe Bidenni munozir bo'yicha ayblashi apakitlar rad qilindi degan gap vatandosh. 400 milyard 260 milyon dollar. Demek 2018 Cungo'da import qilingan. Ondan 2018-yili o'tgan yili masalan bir yilda Cungo'dan Amerika import qilgan tovar mallarning umumiy pul normasi qancha deseniz, umumiy pul normasi 400 milyard 260 milyon dollarlık tovar bolsa, bu import qilish 2018 Cungo'dan import qilingan 500 milyard 280 milyon dollarlık import tovarlardan tuvan bo'ldi.
Mesela Cungo'dan mal kirgizidi prezident Joe Biden növbette tüven derecesi 100 milyar etrafında fark. Mesela 200 milyar 260 milyon. Aynı çağda sabık prezident Trump Cungo'dan soda uruşu qilib etib import qilgan tuvar mallarının umumu bahası, iki devlet oturusiki bahası 500 milyar 80 milyon dolar. Müşteliştirim bilen kim qandaq neticelik iş qildi. Endi bu yerda onun Cungo'dan azroq import qilishning o'zi bir natija hisoblanamdi. Yoki endi tamojna bejiga kelganda to'la cho'ng harakat bo'ldimi, bo'lmadimi? Masalan, sobiq prezident Trump davrida tamojna beji qanchalik edi? Mushu masala o'tirib qo'yilganda dollar qimmati mushadi ekan, bu toza ayrig'ili olmaydi ekan qo'ymasan. Cungo'da import qilish azaysa, uning qimmati qanday? Cungo'da import qilishning miqdor dollar miqdorini soni ko'paysa, uning qimmati qanday? Buni toza ayrig'ili bo'lmaydi ekan qo'y vatandosh. Ishqilib hozir import qilingan to'rmal Cungo'dan sobiq prezident Trump davrida ko'p bo'lsa, prezident Joe Biden davriga kelganda bu azaygan gap vatandosh. Shanxaylik xalqaro munosabatlar olimi deydi. Shindingli mundaq ko'rsatdi shu saylam to'g'risidagi fikrlarni. Sobiq prezident Trumpning deyishi prezident Joe Biden vazifasiga mezgilda Jungo savdosidagi ta'tir farq eng yuqori norma ko'tarilganmish. Bu paksiz ayblaganlikdir deydi. Mesela Shanxaylik Shindingli. Belki sobiq prezident Trump qirib qolganlikdan mantaqiy qalaymaqonchilik paydo qilib, prezident Joe Bidenning natijalarini e'tirof qilishni xohlamadi. Motorda shu son farqi. Endi bu munozir deganda shuna bo'ladi ekan, bu gaplar buni siz biz bağlab tükütemeyiz ekanmiz vatandaş. Bu eples qaragan amaliyotda hozir prezident Joe Biden davrida ta'tir farq azaydi deyotganda sobiq prezident bu munozirda prezident Joe Biden sobiq prezident Trump bu munozirda nima dedi? Prezident Joe Biden davrida ta'tir farq ko'paydi dedi. Buni qanday ayiramiz vatandaş? Siz mi ayiramaysiz buni? Endi bize şu sayılan devirde bulduğun gap söz Katar'da sizge tapşırımız dene vatandaş. Enadiki ikinci bir netice siz bilen biz üçün aytganda Angliya kishilik huquq tashkilotlari qonuniy harakat qo'llanib, Jungo'ning elektr saymalari savdogar Shein shirkatining London bozoriga chiqishini to'smoqchi bo'ldi. Mavzuli xabar 6-ayning 27-kuni Amerika ovozining Xitoy til programmasi e'lon qilindi. Angliya kishilik huquq tashkiloti Uyg'urlarni irqiy qirg'inchilik qilishni to'xtatish uchun qonunli harakat qo'llanib, Jungo elektr saymalari shirkati Sheinning Londonda Zayim savdo bozoriga kirmoqchi bo'lgan planini to'smoqchi bo'ldi. Bu kishilik huquq tashkiloti Shein shirkatining Şinjan'da ta'minlash liniyasida Uyg'urlarni majburiy emgak soldi deb ayblishi bilan boshladi. Londonda kishilik huquq tashkilotlari Shein Jungo'ning shirkati ekan, bu shirkat hozir Londonda bozorga chiqdi degan gap aytgan, Amerikadan bozorga chiqaman deb da'vo qilish mumkin. Lekin bundan burun Amerikada buni rad qilgan gap. Shein shirkati o'zining mahsuloti manqulotida majburiy emgakdan ishlab chiqarilgan mahsulotlarni savdo qilish bo'lmasa, vaqtida marhamat. Agar sen majburiy emgakning ishlab chiqargan mahsuloti bilan savdo qilib, bu mahsulotni u tarafga, bu tarafga bozorga soladigan bo'lsang, sening Amerikada bozorga chiqishingga ruxsat yo'q degan. Bugun bu navbatda hozir Londonda bozorga chiqmoqchi bo'lganda, Londonda kishilik huquq tashkilotlari o'tirg'i chiqib, sen Uyg'ur qirg'inchiligi ber, Uyg'ur majburiy emgak ishga mo'shiliniyadan elib kelayotgan paxta va boshqa mahsulotlar yo'q deydigan isbotni bermasang, biz bu xatimizni yondiq,
qonunluq harakat bilan başladıq-ki, London Pul Muomala Tekshirish idorasining bu masalaga diqqat qilishini umid qilamiz degan tarzda Londonda kishilik huquq tashkilotlari shunday bir faoliyat boshlagan gap vatandosh. Anadan keyin üçüncü bir xabarimiz nima desiniz? O'tgan nimada Amerika Qo'shma Shtatlarining Beijing turishliq bosh elchisi Nicholas Burns Junguni tanqid qildi dedik. Jungo nima deganda o'zi el-aro yoki grajdallar barda keldini kuchaytaylik degan va'dasida turmadi degan maqsadda shundoq tanqid qilgan edi. Endi bu qatam yana shundoq bir qatam tanqid qildi. Masalan buni mavzusi nima desangiz, Amerikaning Jungo turishliq bosh elchisi Nicholas Burns yana bir qatam suhbat bayon qilib, Jungo Amerika bilan Yevropaning yadroviy qimmat qarashlarining nima ekanligini bilmaydi. Shunga Yevropa Jungo munosabatida xato hukm qildi deb aybladi mavzuli xabar 6-28 kuni Amerika o'zining Xitoy til programmasi e'lon qildi. Buning asosiy Yevropaning qimmat qarashi bor. Amerika Qo'shma Shtatlarining qimmat qarashi va qisqasi G'arb dunyosining qimmat qarashi va biz shu qimmat qarashimiz asosida Jungoning Rossiyaning Ukrainaga tajovuz qilishini qo'llaganligini qarshilamaymiz. Qabul qilmaymiz. Jungo Yevropa va Amerikaning qimmat qarashini tushunish kerak. Bu yerda qimmat qarashi davlatga qaratilgan qimmat qarashi, millatga qaratilgan qimmat qarashi, odamlarga kishilik huquq nuqtai nazarida qaratilgan qimmat qarashi, qisqasi G'arb dunyosining yashash huquqiga munosabatli qimmat qarashi. Biz mushu bo'yicha bugun Ukrainani qo'llaymiz. Rossiyaning tajovuz qilishi qarashtirimiz. Jungo sen agar mushu qimmat qarashlarini Yevropaning mushu qimmat qarashlarini Amerika Qo'shma Shtatlarining tushunmasang, sen bilan bizning o'ttirimizdagi munosabatga daxl tariz yetadi. Daxl tariz yetadi. Sen beni tushunmasang, men seni tushundim. Yoki men seni tushunmasam, sen meni tushunding. Munosabat mushu qatorda bo'ldigan bo'lsa, sen bugun Jungo Yevropaning qimmat qarashlarini xato tushunding. Shunga Jungo bilan Yevropa o'tirishga munosabatga chak ketdi. Chak paydo bo'ldi. Bugun bu Amerika nima Burns Efendining bosh elchi Burns Efendining deydi. Bosh elchi Burns Efendi yana bunda ko'rsat. Yevropa ittifoqi Jungoning Moskvani qo'llash qiliqlari qat'iy qarashtiradigan maydonni tutib keldi va ifodalab keldi. Jungo Rossiyani qo'llaydi, biz Rossiyani qo'llagan Jungoning bu pozitsiyasiga qarshi pozitsiya bilan muomala qilamiz. Buni Efendi yana bunda ko'rsatdi. Yevropa ittifoqi va NATO Jungoni sistemli raqobatchi deb qaraydi. Demak, hozir Yevropa ittifoqi, Amerika Qo'shma Shtatlari Rossiyaga yordam berayotgan Jungoni xilma-xil tanqidlab, ayblab kelayotganda, sen Jungo yana davomli yordam berishni Rossiyaga davomlashtiradigan yoki G'arb dunyosini bu G'arb dunyosini bu tanlashtirib qarashtiradigan bo'lsam, biz o vaqt sen bilan bo'lgan munosabatda yani jiriklashish demabdi-yu. Ana bak oxirgi hisobda ham NATO seni raqobatchi deydi, ham Yevropa ittifoqi seni raqobatchi deydi. Mana bu shu. Anda hozir bu munosabat, mesela Rossiyaning tajovuz qilishiga munosabatlik bo'lgan yoki bog'lanishlik bo'lgan bu munosabat Amerika Qo'shma Shtatlari davlat tashqi siyosatidan olqib chiqib hozir Yevropa ittifoqining bir xil siyosatiga aylandi vatandosh. Buni bilan hisoblaganda hozir bosh elchi Burns Efendi Jungoni mushuni bilan ikki qatim tanqidlagan bo'ldi. Biri Volkochisi gazetining muxbiriga javob bergan tanqidlarni sizlarga yetkazib bo'ldik. Endi bugun yana o'xshashlar Yevropa ittifoqining qimmat qarashi nima, G'arb dunyosi Amerika Qo'shma Shtatlarining qimmat qarashi nima? Sen buni tushunsang bu yo'l boshqa, sen buni tushunmasang u yo'l boshqa. Jungo kompartiyasi. Endi endi kelimizga biz Jungo degan davlatning ichki ahvoliga qarang vatandosh.
bütün sep boyunca halak buluşku yüzlendi. Cungo iqtisadida kasatçılık başlandı. Tünügen bir şirket güm boldu dedik, bir gün bir banka gümran boldu dedik. Yani nime dedik, bazar ahvali, pul, xalq pulning bahası bunda ko'rish tushdi dedik. Hammani so'zlab keldik. Oxirgi hisobda bugun chiqqan xulosa vatandosh kasatçılık. Endi kasatçılık bu oxirgi bosqich. Bir davlat uchun yoki bir iqtisodning bir xil taraqqiyot uchun kasatçılık bu oxirgi bosqich vatandosh. Şuna şundak mavzuası nima dedi? Xabar mundaq başlan. Cungo Kompartiyasi 3. umumiy yig'inni chaqirish arifasida Beijing shahrini ümidsizlik kayfiyati qaplab ketdi. Arlıq nimdiga 3. umumiy yig'inda kadrlar meselesi, bugun kadrlar meselesi barkan masalan Davlat Mudofaa ministri Li Shangfu, sobiq minister, yana birisi yana birisi Li Shangfudan boshqa yanisi Wei Fenghe mushkaylarni hozir ham harbiy kasbiy xizmatdan chiqarib tashlab, harbiy unvoni general marshalli deganini elib tashlab, oxiri yana partiyadan qo'g'lab chiqarib, undan keyin hozir harbiy ishlar Soat kollegiyasidan burun harbiy ishlar taftish idorasiga topshirildi degan. Buning ma'nosi esiniz hozir sobiq davlat mudofaa ministri Li Shangfu bilan Wei Fenghe ikkisini endi hisobda qo'lga oladi degan gap vatandosh. Bu so'zning ma'nosi nima desiniz, bir mustabid davlat uchun bu ishlar oz ish emas, oz ko'riladigan ish emas, bo'lib turadigan ish. Buning ajablanadigan ish emas. Lekin vaqt nuqtasiga elib kelsangiz, Jungoning ahvoli mushundaq turganda, Jonaqayning ahvoli mushundaq turganda, 2 nafar sobiq davlat mudofaa ministriga yuqoriqidek bir taraf qilish chorasi qo'llanish. Bu hukumat bu davlatning rahbarlik qatlamining bugungi kunda qanday holga kelib qolganligini qiyos qilasiz. Bu yerdan chiqib ketdik, hozir buni keyin so'zlaydik, hozir mayli so'zlaylik. O'zimizning so'zini davomlashtiraylik. Demak, Jungo Kompartiyasi mushu kungacha masalan 3. umumiy yig'in echiladi degangacha bozorni qutuldirish to'g'risida turli tadbirlarni ishlatmoqda. Hech qaysi yarimidi. Jungo iqtisodda qo'llangan tadbirlarning hech qaysi yarimidi. Masalan, yerlik hukumatning qarzi masalasi, iqtisod bozor masalasi, paychak bozori masalasi, privat bozori masalasi, mushlarning hech qaysida Jungo hukumatini xo'sh qiladigan bir darajalik yoki 2 darajalik bir alomat ko'rinishi yo'q vatandosh. Mushundaq ahvol ostida Jungo iqtisodi bugun kasatchilik yuzlandi. Navbatda Jungo iqtisod butun sap bo'yicha halok bo'ldi deydi. Yuzlandi deydi, kasatchilik boshlandi deydi. Buning qarta tahlilchilar nima deydi desangiz, garchi Jungo Kompartiyasi 3. umumiy yig'inning ochilish kun tartibini e'lon qildi. Buni qachon e'lon qilishni xo'sh e'lon qildi. 7-oyning 15-kuni ochiladi ekan. 7-oyning 15-kunida 7-oyning 18-kunigacha 3 kun ochiladi ekan. Beijingda ochiladi ekan, buni e'lon qildi. Demak, mushuning oldida 3. umumiy yig'inning oldida harbiy ishlar sohasida yuqorqidek bir taraf qilindi. Buningda ondan tahlilchilarning so'zida bu qatim 3. umumiy yig'inda hech qanday islohot elib berilmaydi. Arliqda islohotni cho'nqurlashtiramiz, o'qilamiz deb yana bir qatim aldamoqchi bo'lgan to'g'ri butun dunyoni. Qoldi u gaplar hozir. Endilikdek eng muhim ish deydi, 3. umumiy yig'indagi eng muhim ish siyosatning ishi. Siyasetning ishi nima? Kompartiyaning hukmronligi masalasi. Siyasetning ishi nima? Rais Xi Jinpingning o'rni va huquqni muqimlashtirish masalasi. Andaylikda tinchlik qo'yib, muqimlik degan gaplar uzundan takrorlanayotgan gaplar. Mushning qartilgan bo'lsa, mush kunigacha bo'lgan orliqda 3. umumiy yig'inning ochilish maqsadi nima edi? Nima ish tuyuqsizda bundaq o'zgarish hosil bo'ldi? Mana u gapirdi.
Cungo'nun işki nöbetlik müdafiə ministerleri Li Shangpo, Li Penghe, Wei Penghe 6. ayının 27. günü Cungo Kompartiyası siyasi bürosunun yığın çakırışı bilen bir taraf kılındı. Aralıkta Taşkı İşler Ministeri Qin Gang. Bunu bir günde qarasаңыз, bu Beijing'deki 3. doktorxanada bir taraf qilib etildi deydi. Yani bir qarasаңыз, bunun ayrım mesele bekitişi mümkün, ayrım bir taraf qilishi mümkün deydi. Esa qoida bo'yicha bugun 2 nafar davlat mudofaa ministeri to'g'risi sabiq to'g'risi qaror chiqargan kelsam, buning uchun Qin Gang, Tashqi ishlar ministeri Qin Gangmi bo'lishi kerak edi, biroq yo'q. Endi bunga nima deydi? Cungo Kompartiyası hech qanday javob yo'q. Ya Qin Gang undaq demaydi, qarilmaydi, Qin Gang mundaq deydi, Qin Gang mundaq deydi, aqlamaydi. Hazır hesapta Xinhuaxe'nin xabariga asoslanganda sabiq davlat mudofaa ministri Li Shangpo'ning jinoyat ekanligini siyosiy intizom xiloflik qildi. Para aldı, para berdi. Başqalarning xizmatga o'rinlashtirishi undan para aldı ve başqalarning xizmatini qilaman deb tashkiliy prinsipga qarshi chiqdi dedi. İkincisi, Wei Penghe'ning jinoyatiniga o'xshash para aldı, para berdi. Başqalarning xizmatga o'rinlashtirman, başqalarning vazifasini yoki xizmat unvoni har dardisini yuqori ko'taraman deb o'tirliqda pul, moddiy buyumlar bilan almashtirish, para berish, para elish ishlari chiqdi. Lekin har ikkisidan para algan pula qancha soni yo'q. Hozir Cungo Kompartiyasi odat qilgan. Masalan, Cungo Kompartiyasi o'zining maqsadi uchun ijtimoiy jinoyatni siyosiy yoki siyosiy jinoyatni ijtimoiy eng muhimi bu siyosiy jinoyat deganni eg'izga olmaydi. Bu davlat mudofaa ministrlari. Reis Xi Jinping qanday qarashdi, yakuning siyosatiga qanday qarashdi, bo'lib bu Amerika Cungo munosabatida, harbiy ishlarga munosabatlarda bu ikkilan Reis Xi Jinpingga qanday to'salg'i paydo qildi. Bu narsalarni eg'izga olmaydi. Nima gap intizomni buzdi, para oldi, paraga. Bu Cungo Kompartiyasining bir taraf qilish usuli vatandosh. Ehtimol bular Reis Xi Jinpingning siyosatlarini rad qilgan bo'lishi mumkin. Ehtimol bular Reis Xi Jinpingning Tayvanga hujum qilaman deyishini rad qilgan bo'lishi mumkin. Ehtimol bular bu ikki davlat mudofaa ministri Amerika Qo'shma Shtatlari bilan urush qilaman, Janubiy dengizda urush qilaman, Filippin bilan urush qilaman deganda qarshi turgan bo'lishi mumkin. Bu gaplarni sen uni ayblading, jinoyatning ichiga kirgizmading. Jinoyat u boshqa tamam, para oldi, xiyonat qildi, pul, tartib, intizom, siyosiy nima ish qaytanmaydi vatanda? Sen uni jinoyatchi degan kelsa, jinoyatning o'zini aytmamsan. Mesela bu harbiy qismning odamlar biz ishonmaymiz-ku. Ishonmagan holatda bular hech bo'lmagan vaqt hozir dunyoda naytizor g'avg'o qilib bugungi kunigacha yetib kelayotgan Uyg'uristondagi qirg'inchilik masalasi to'g'risida bular gap qilgan bo'lishi mumkin. Vatandosh, ayni chog'da Xinhuaxe'ning muavin Shejang yoki muavin boshlig'i Liu Bingyan Cungo'dan kelib Amerikada siyosiy panohlik qilib, Amerikada yashab, yashi toshqanda qazo qildi o odam Amerikada. Şu odam madaniyat inqilobining oxiri keyinchalik Tiananmen voqeasi yuz berishning oldi keynidagi tekshirishnomalar va boshqa harakatlarda shuna oshkor oldi o'tirg'i chiqib, oshkor ishga gap qilgan edi. Tarixni eslab boqaylik. Biz 58, 60 yillarda ocharchilik yuz bergan vaqtlarda biz Şinjan xalqiga nima ish qilib berdik? Masalan, biz partiya hisobida mushuni misolga olaylik. Biz Şinjan xalqiga nima ish qilib berdik? Şinjan degan bu yerda o'tmishda, ya'ni Cungo Kompartiyasi hokimiyat tiklashdan burun Şinjan degan bu yerda eriq o'stanlarida sut bilan qimiz oqatdi. Şinjanning eriq o'stanlarida sut bilan qimiz oqatdi. Biz bu xalqqa bir saranga yasab beramidik.
Yani nima deb ona bastırmam, bunu ataman deydigan gapni qila olmaymiz. Mushundaq mazmunda so'zlagan odamga de Liu Bingyan degan o keyin odamlik ikkinchi xil sadoqat deydigan bir povsiyak. Bogovishi dokolat adabiyoti. Shuni yezib, o keyin tarjim qilinib, Tarim jurnalida e'lon qilingan edi. Shuni bilan mushlarni qilib qo'yib, bu Amerikaga kelganda bularning ishidimi? Ba'zida bir ikki jumla, uch jumla to'g'ri gap qildigan odamlarim bormi? Liu Bingyandek. Mush ishki davlat mudofaa ministri hozir Jungoning harbiy ishlari kuchayib turayotgan yoki davolg'ib turayotgan, masalan, Tayvanga hujum qilaman, qilmayman degan o'tirlar turayotgan bir paytda bu ishki davlat mudofaa ministrini mush darajada bir taraf qilish, bir partiyaning tashkiliy qurilmasidan chataq chiqdi, partiyaning ichki qismidan chataq chiqdi. Rahbarlikning so'zini anglaydigan, anglamaydiganlar masalasi bo'lib hozir Markaziy komitə ikkiga bölündü deyli. Hozir bu odamlar hammasi harbiy odamlar vatandosh. Ana harbiy odam bo'lgan, davlat mudofaa ministrlari bo'lgan, o'zi tayinlagan odamlar bu. Rais Xi Jinping o'zi qo'ygan odamlar. Bu ishki gunohkor bo'lganmisan kim? Endi bu ne? Mayli Shinhua qanday e'lon qilsin, siyosiy byuro bu 2 nafar kishiga qanday jinoyat ortsin, undan qat'iy nazar hozir tahlilchilar nima da'vatidi desangiz, birinchisi bu harakat armiya ishidagi to'polon yoki armiya ishida tavrash paydo qiladi deb hukm qildi ba'zi tahlilchilar. Yani bazı tahlilchilar nima dedi? Bu birla armiya ishidagi masala emas, ham partiya ishidagi masala. Shundan qaraganda ham armiya ichida bo'linish paydo qiladi, ham partiya ichida bo'linish paydo qiladi. Demak, bu mushqatim mushu bir taraf qilish usuli ichki davlat mudofaa ministrini Jungoda qalaymaqqanchilikning yetib kelganligini ko'rib olg'ili bo'ladigan ishga hodisa doğru. Değil o vatandaş.